Kelinlaru. Rabbiya oyijon, jannatim qaynonam. O'ynanib keting o'zimni shahlo kelinimdan arslonday o'g'il tug'ib bergan. Dilshoda? Rabbiya oyijon. Voy, ovozingiz eshik qisganmi? Tez oshxonalarni tozalang. Qizingiz bilan biz bozorga borib kelamiz. Najun, nimaga buvim har safar bizani ajratib beradilar? Sizni eshik qismagan, meni eshik qisgan. Tak. Umarxon, mana buni to'yga kiyasiz. Mana buni mehmonga kiyasiz. Mana buni tualetga kiyasiz. Mana buni yotganingizda kiyasiz. Voy, rahmat buvi. Bunisi arslonday o'g'il tuqqan onasiga. Rahmat oyijon. Ana chigirtka, ko'rdingmi? Buvim senga hech nima olib kelganlari yo'q. Buvi, nima ishni olib kelmadingizmi? Mana paypoq kiyilgan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Qizligingizda ota-onangiz paypoq olib bermaganda, sovuq o'tib ketgan. Mana qiz tug'ib berdingiz. Mana shuni kiyib yuring. Boshimga yana ikkinchisiga qiz tug'ib bermasdan. Voy o'zimni arslonim, jannatlarda toj kiydiradiganim. O'zimni jannatim qaynonam. Yaxshi o'tiribsizmi? Oyijon, menga 2 million pul kerak edi. Kosmetika olmoqchi edim. Mana sizga 2 million emas 3 million qo'ynagan ovaling o'zingizga. Rahmat oyijonim, o'zimni. Oyijon. Oyijon, menga 50 ming so'm pul kerak edi. Kumushxonga narsa olmoqchi edim. Voy nima qilasiz pulni? Eringiz pullarni tugatib bo'ldingiz. Hamma narsani rasvo qilib bo'ldingiz. Voy oyijon, o'zim ishlab topgan oyligimdan 50 ming so'rayman xolos. Voy ana boshlandi. O'zi biluvdim siz yaxshi kelmasligingizni. Minnat qilishi mana boshladi. Mana Oyijon, ha bu kam-ku. o'g'il tug'sang ko'p beraman. Umarxon, keling siprayotgan joyga qog'oz musurni tashab kel. Agar u bu narsa deydigan bo'lsa, damyon gir qilib o'zim basharasini yulib olaman. Tozalab qo'yarsiz, Kenayjon. Bujon ko'rdingizmi? Men qiz bachcha bo'lsam ham o'g'il bachchalarni buzib tashlayman. Hozirgi qizlarni kuchi ko'p, ehtiyot bo'linglar o'g'il bachchalar, qiz bachcha bilan o'ynashmanglar.